Men Mamajonova Nakibaxon Marg'ilon shahrida tavallud topganman. Buvam, onam do'ppi bilan shug'ullanishgan. Ularni hunarini biz yoshligimizdan esimizni tanitdik. Shu hunar bilan mashg'ulmiz. Hunarimiz juda ham zavqli. Bu hunarga juda ham sabr kerak, toqat kerak buni qilish uchun. Mana Xudo xolasa shu hunarning orqasidan xo'jayinlarimiz oldiga yondosh biz. Bolalarning tarbiyasi bilan ham uyda hamisha birga biz. Shuni orqasidan mana ko'p odamlarga manfaatni segganimizdan biz xursandmiz. Masalan, to'y hashamlarda o'zbek milliy do'ppilarimiz avvalo bosh aziz deyilgan. Ko'chada ko'rsak, havas bilan o'zimiz qilgan do'ppi bo'lsa yana ham zavqlanamiz. Mana shu ish bilan shug'ullanib kunimizni o'tkazamiz, hammasiga zerikib qolamiz. Qo'l ishi, qo'l mehnati zavqli. Hamma yoshlarimizga o'rgatgimiz keladi, o'rganishyapti. Ancha shogirdlar ham chiqardik, Xudoga shukr. Buni qilgan odam zavqini o'zi biladi. Mendan ham o'tib ketgan shogirdlarim bor, qilishyapti. Qo'shnilarimiz bor, ularga ham mana shu kurtasi bo'ladi, qulog'i bo'ladi, kelinlar bor, uyda o'tiradigan, o'rgatyapmiz, qilishib xursand ular ham. Ancha hunar oldik, qo'limizga pul tushyapti deyishadi. O'zimizni kamchiligimizni qilyapmiz deyishadi. Bizga o'sha gapni o'zi yetadi. Davom etayotgani shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana biz hozir uchalamiz o'tiribmiz, bizam o'tiribdilar. O'sirlar biz. Shuning orqasidan hammamiz tirikchilikka ham yordam beramiz. O'zimizni kamchiliklarimizni bemalol hunarni qilib ishlatamiz. Halol mehnatimiz, barakotli. Bu do'ppimiz mana bu oqshok, bu ko'kchok. Bular tabiiy mahsulotlardan bo'lgan do'ppi materiallari. Bu ichlari ham oddiy paxtadan tayyorlangan chit matosidan bo'ladi. Tepaslari, quloq ostlari. Bu iplarni shu chevarlar qizlar tikadi. Biz buni mana tepa qismi deyiladi, bu quloq qismi deyiladi, olib, qurta qilib, quloq qilib, keyin taxtakash firis deyiladi, o'shanga bostirib bozorga olib chiqib sotamiz. Tayyor bo'lgani shu. Oddiy mana shunaqa mahsulotdan biz mana shu qurta quloqlarni qilib shu kiyish holatiga olib kelishguncha qo'limizga 20 marta bitta do'ppi, 25 marta kiradi qo'limizga bitib egasiga borguncha. Endi foydali, buni quyoshlarda boshda issiqdan saqlaydi. Zarari yo'q, foydasi bor, zarari yo'q. Men o'ylayman, birinchi o'rinda boshi aziz deyilgan. Boshda ehtiyot qilinsa hamma narsa topilaveradi deyilgan burungilarning gapi bor. Hamma olib kiysin, yoshlar ham kiysin. Mana xursandmiz, maktabda, universitetlarda har juma milliylik bo'libdi, kiyishyapti. Yana ham xursand bo'lib, ko'proq yana ham zavqlilar ishlar qilyapmiz. Sog' bo'lsin kiyganlar ham. Mana shu xomi deyiladi, mana bu lasyan tabiiy mahsulotdan, toza mahsulotdan bo'lgan materiali. Bu chit mahsulot, haqiqiy toza mahsulot, paxta tolasidan bo'lgan chit mahsulot. Mana tepaslari ham chit deyiladi. Buni ham havo beradi. Yozda issiqda, boshda issiqdan saqlaydi, qishda sovuqdan saqlaydi. Buni gigiyena tomonidan ham foydali tomoni juda ham ko'p. Hamma yo'q haqiqiy tabiiy mahsulotdan bo'lib chiqib kelgan bo'ladi. O'shaning uchun kiygan odam buni ajrata bilyapti hozirda. Ular mana ko'rinib turibdi, hamma yo'g'i chitdan, toza mahsulot. Laslari ham toza xabadan bo'lgan, materialdan bo'lgan. Foyda tomoni shu. Elimiz Ardoqda bo'lgan katta san'atkorlarimizga buyurtmalar berishadi, tayyor qilib beramiz, kiyishga juda ham biz xursand bo'lamiz. Hamma kiysin, milliyligimiz dunyo tanisin. Do'ppi tikdim, ipaklari tillodan, ipaklari demang zali tillodan. Jilo bersam gullariga, jilo bersam gullariga. Ko'zing olur bizaklari tillodan.
ko'zing olur izaklaring tilloda